bugun Yunusobod tumanida qurib bitirgan va barcha jihozlarni Emaux do'koni yetkazib bergan basseynimizdamiz. Bu obyektimizdagi bugun suvlarni to'ldirib oldik. Bu obyektimizda qumsiz yengilgan filtrimiz turibdi. Hozir endi ximikatlarni solib, pilisos qilish jarayoniga tayyorlab olamiz. Har doimgidek akvaduktor testerlarida pH va xlor darajasini tekshirib, ana undan keyin pilisos jarayoniga tayyorlash uchun ximikatlarimizni hisob qo'yamiz. Mana to'ldirilgan suvimizni testerda tekshirib oldik. Bu yerda ko'rib turganingizdek pHimiz baland, xlorimiz normada. Bunaqa suvga xlor solinmaydi. Faqatgina pHni tushirib, kirlarni cho'ktirish uchun flokulant solsak bo'ladi. Basseynimizga akvaduktor pH minuslarini solib, pHlarni normaga keltirib oldik. Ana endi flokulantini solib, kirlarni cho'ktirib olamiz. Ana endi algitsit olamiz. Algitsitimiz ko'kargan suvimizni tiniqlashtirishga yordam beradi. Mana ximikatlarni ham solib oldik. Ana endi filtr nasosimizni sirkulyatsiya rejimiga qo'yib 5-6 soatga yoqib qo'yamiz. Ana undan keyin yana 5-6 soat o'chirib, tindirib olamiz. Ko'rib turganingizdek, pilisos jarayonlarini tugatib oldik. Pilisos qilgandan keyin ahamiyat beradigan joyi bu basseynda suv kamayadi. Обязательно dalivka qilib, urvinni skimmerga yetkazib olish kerak. Agar sizlarda ham xuddi shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, suvingizdan xohlagan effektni ola olmayotgan bo'lsangiz, akvaduktor mahsulotlaridan foydalaning. Ishonch, sifat, kafolat.